Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitoy Şərq Türkistanda chegara müdafiəsini kuchaytirish haqida maxsus yig'in ochdi. 13 iyun Ürümçide Xi Jinpingning chegara müdafiəsini kuchaytirish haqidagi yo'l yo'riqlari va Xitoyning Sharq Turkistonni kontrol qilish siyosatlarini umumyuzlik ijro qilishni kuchaytirish haqida maxsus yig'in ochilgan. Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, oldingi hafta ochilgan mazkur yig'inda atalmish Xinjiang xizmatini yaxshi ishlash qatorliq iboralar takrorlangandan sirt, Sharq Turkistonning janubiy rayonining shaxmat ko'zi o'rnini jonlantirish kerakligi qayta ta'kidlangan. Yig'in Sharq Turkistonning janubidagi atalmish muqimlik xizmatiga markazlashgan bo'lib, Mashinroy Sharq Turkistonning janubidagi gavdalik masalalarni hal qilishda yaxshilanish bo'lganligini, lekin yana zo'r miqdordagi xizmatlarni ishlashga to'g'ri keladiganligini, janubiy rayonning alohida muhimligi vazifaning mushkulligini da'vo qilgan. U so'zda yana atalmish jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yish kerakligi, atalmish terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashda tabranmay ching turish kerakligi, atalmish 3 xil kuchga qattiq zarba berish va uningdan qattiq mudofialanish, kirish xarakterlik xavf-xatardan qattiq mudofialanish, asabiylikni tugutishni qanot yaydirish kerakligi haqida jari solgan. Yig'inda yana Xitoyning majburiy assimilyatsiya siyosati ta'kidlangan bo'lib, atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, aralashib o'ltiraqlashadigan jamiyat qurilmasi va mahalla muhitini barpo qilish, har qaysi millatlarning har jihatdan aralashishini ishga oshirish qatorliq iboralar takrorlangan. Bulardan sirt yig'inda Sharq Turkistonga Xitoy shirkatlarini ko'plab kirgizish, majburiy amgak tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilishni kuchaytirishga ishorat qilingan bo'lib, paxta va to'qimachilik, kiyim-kechak kasb zanjirini kengaytirish, strategik qazilma boyliqlarni echish salmog'ini zo'raytirish, Xitoy shirkatlarini Sharq Turkistonning janubiy rayonlariga o'rinlashtirishni kuchaytirish, atalmish ishga o'rinlashtirishni muqimlashtirish qatorliq siyosatlari alohida ta'kidlangan. Xitoy turli saxta tashviqot harakatlari orqali Sharq Turkiston vaziyatining butunlay normal ekanligi, xalqning xotirjam yashayotganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan turli yig'inlarida atalmish muqimlikni qo'g'dash, 3 xil kuchga zarba berish nomida irqiy qirg'inchilik siyosatini texmi kuchaytirganligiga ishorat qilmoqda. Davlat arbobi Muhammad Amin Bug'ra vafotining 60 yilligi xotirlandi. 14 iyun İstanbulda Mücahid qo'mondan, olim, davlat arbobi, adib, tarixshunos marhum Muhammad Amin Bug'ra vafotining 60 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Mazkur faoliyatni Sharq Turkiston ulamolar birligi o'rinlashtirgan bo'lib, Safako'ga joylashgan Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqot vaqfi yig'in zalida o'tkazildi. Qur'oni Karim tilovatidan keyin oldi bilan Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da ijli so'zi qilib, Sharq Turkistonning oldingi asrda ishg'ol ostida qilish tarixidan elinadigan ibratlarning ko'p va muhim ekanligini, xususan Muhammad Amin Bug'ra hazratimning hayotini tadqiq qilishning alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tdi. Arqadan İstiqlal televiziyasi tayyorlagan marhumning jangovar hayoti bayon qilingan qisqa film qo'yildi. Faoliyatda marhumning oila tabiatlaridan hisoblanadigan Fathuddin Bug'ra hazratimning oila kelib chiqishi va madrasa hayoti temasida, Muhammad Ali o'g'li hazratimning kundalik xotirlaridan aslamalar temasida, Atavullah Xalpitojim hazratimning jihodiy harakati temasida leksiya so'zlab, marhum Muhammad Amin Bug'raning o'sib yetilishi, ilm elish jarayoni, hijrat safarlari, ilmiy amgaklari va vatan ichi sirtidagi kurash tarixini tafsiliy tunishtirdi. Xususan Muhammad Ali o'g'li apandi leksiya jarayonida marhumning hozirgacha tarqatilib boqmagan kundalik xotirlaridan bir qism ta'sirli kartinalarni ko'rsatib, Muhammad Amin Bug'raning ayni vaqtdagi jafoliq kurashlarini, tarixda oz ko'riladigan yuqori darajalik siyosiy faoliyatlarini, chekkan iztiroblarini yo'ritib berdi. Oxirida bir qism ustozlar so'z qilib, bu faoliyat orqali marhumni qaytadan tunib chiqqanligini, uning kurash hayotidan qattiq ta'sirlanganligini ta'kidlashdi. Faoliyat marhumning ruhiga atalgan xatmi Qur'on duosi va o'pchi duo bilan oxirlashdi. Xitoyning yadro qurol zapasini eng tez ko'paytirganligi haqida dokument e'lon qilindi.
Stockholm Xalqaro Tinchlik tadqiqot markazi 16 iyun e'lon qilgan 2025 yillik dokladida Xitoyning yadro zapisining 2023 yildan buyon yiliga 100 ga yaqin yadro o'q-beshi ko'payib kengayganligini o'ttirg'a qo'ygan. Dokladda qurol kontrol qilish ramkasi ojizlashgan bir mezgilda yangi va xatarlik yadro qurollanish raqobatining shakllanayotganligi haqida ogohlantirish berilgan. Dokladga asoslanganda bu yil 1-oygacha Xitoy 350 ga yaqin yangi qit'alar aro uchadigan ballistik boshqariladigan bomba yer osti qurilmasini yasagan yoki puttirish oldida turayotgan bo'lib, mushu 10 yilning oxirigacha kam deganda Rossiya yoki Amerikaga o'xshash ko'p sonli qit'alar aro uchadigan ballistik boshqariladigan bombaga ega bo'lishi mumkinligi mo'ljallangan. Biroq dokladda Xitoyning zapisining 2035-yilgacha 1500 yadro o'q-beshiga yetgan taqdirdami bu sonning hozirgi Rossiya va Amerika zapisining 3dan 1ga to'g'ri keladiganligi qayd qilingan. Dokladda yana yadro quroliga ega 9 davlat Amerika, Rossiya, Angliya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Shimoliy Koreya va Isroiliyaning 2024-yili yadro iqtidorini zamonaviylashtirish va kengaytirishni davomlashtirganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Rossiya 5459 o'q-beshi bilan Amerika 5177 yadro o'q-beshi bilan dunyo umumiy sonining taxminan 90%ni egallagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bugun muxbirning bu vaqtdagi savoliga javob berib, mazkur doklad haqida inkos bildirmaydiganligini, ammo Xitoyning yadro qurollari musobaqasiga tushmaydiganligini, navbatdagi yadro qurollari bilan boshqa davlat rayonlarga tahdid solmaydiganligini da'vo qildi. İsrailiyaning hujumidan keyin Iranmo Isroiliyaga hujum qildi. Yakshanba kuni tong saharda Iranning Isroiliyaning o'rta qismidagi rayonlarni nishon qilgan yangi bir to'lqinliq boshqarilgan bomba hujumi natijasida 8 isroiliyalik o'lib, 240 isroiliyalik yaralangan. O'nlagan kishi qapsilib qolgan, 35 kishi xarobiylik ostida qolgan. Türkiye Avaz Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Isroiliya Davlatlik radio televiziya idorasi 16 iyun boshqarilgan bomba hujumining Tel Aviv rayoniga joylashgan Batyam shahriga ig'ir zarba berganligini xabar qilgan. Hamda shahardagi boshqarilgan bomba tushgan o'rinda 35 atrofidagi kishining yo'qolib ketganligi haqida mo'ljallarning borligini bildirgan. Yediot Ahronot gazetasining xabariga asoslanganda Tel Avivning janubidagi Rehovot shahridagi Weizmann fan tadqiqot institutimi Iranning boshqarilgan bombasining bevosita hujumida ig'ir ziyonga uchragan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Iranning eng yangi hujum to'lqinida 50 ga yaqin boshqarilgan bomba qo'yib berilgan bo'lib, hujumlar Batyam va Rehovot shaharlarini nishon qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Iran Islom inqilobini muhofazat qilish qismi Isroiliyadagi strategik aslahalarni nishon qilgan keng ko'lamli hujum qilganligini e'lon qilgan. Bu hujumda zo'r turkumdagi uchquchsiz aeroplanlar va boshqarilgan bombalar ishlatilgan bo'lib, hujum nishonlari orasida aeroplan yiqilg'usi ishlab chiqarish o'rinlari va energiya bilan ta'minlash markazlari bor ekan. 13 iyun tong saharda Isroiliya Ironga qarshi yuksalayotgan shir deb atalgan keng ko'lamli havo hujumi qo'zg'agan bo'lib, hujumda yadro aslahalari va boshqarilgan bomba bazalari nishon qilingan hamda bir qism Ironlik harbiy qo'mondonlar va yadro olimlarining o'lishini keltirib chiqargan edi. Amerika prezidenti Donald Trump 15 iyundagi bayonotida Iran Amerikaning bazalariga hujum qilgan taqdirda Amerika armiyasining misli ko'rilmagan kuch ishlatadiganligini ta'kidladi va shundaqla Amerikaning Isroiliyaning Irondagi yadro va istixborot o'rinlariga qilgan hujumlari bilan hech qanday aloqasi yo'qligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunaqla bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.